Davlatning eng katta qo'rquvi va tizimni ich-ichidan yemirib boradigan kemiruvchisi bu shubhasiz yashirin iqtisodiyot. Yashirin iqtisodiyot deganda biz davlatning ko'zdan yashirilgan, hech qanday rasmiy hujjatlarda aks etmaydigan va eng muhimi soliqdan qochgan har qanday daromadli faoliyatni tushunamiz. Bu shunday parallel dunyoki, unda trillionlab pullar aylanadi, lekin qog'ozda ular mavjud emas. Osonroq tushuntiradigan bo'lsak, masalan men uyimda qandolat sex ochdim, u yerda shirinlik pishirib, ijtimoiy tarmoqlar orqali sotaman. Mijozlar esa menga pulni kartamga o'tkazib berishadi yoki naqd to'lashadi. Bu yerda men na ro'yxatdan o'tgan tadbirkorman va na sotgan mahsulotim uchun xaridorlarga chek beraman. Tashqi tomondan olib qaraganda men mehnat qilib pul topayotgan oddiy odamman. Lekin iqtisodiy nuqtai nazardan hozirgina soyaga kirdim. Men kabi minglab odamlar shu tarzda ish yuritish natijasida davlat xazinasi teshiladi. Statistikalar yolg'on bo'lib chiqadi va iqtisodiyotning real holatini tushunish imkonsiz bo'lib qoladi. Mana shu kichik ko'ringan qadamim bilan men aslida davlat qo'rqadigan o'sha ulkan parallel tizimning bir bo'lagiga aylanaman. Iqtisodiy tahlilchilar yashirin iqtisodiyotni aysbergga o'xshatishadi. Suv ustidagi qismi bu soliq to'laydigan rasmiy biznes. Suv ostidagi ulkan qism esa bu ro'yxatdan o'tmagan sexlar, konvertdagi maoshlar va hisobga olinmagan daromadlar. Inson psixologiyasida yashirin bo'lgan narsa har doim jozibali tuyuladi. Soliq to'lamaslik bu nafaqat daromadni saqlab qolish, balki tizimdan ustun kelishdek adrenalin beradi. Biroq bu yerda mantiqiy xato bor. Biz soliqni davlatga to'layapmiz deb o'ylaymiz. Aslida esa biz o'zimizning kelajakdagi xavfsizligimizni, pensiyamizni, yo'llarimizni va sifatli tibbiyotimizni o'z qo'limiz bilan o'chirib tashlayapmiz. Hukumat uchun yashirin iqtisodiyot bu budjetdagi teshik. Tasavvur qiling, siz uy quryapsiz. Lekin kimdir qurilishga kerak bo'ladigan g'ishtlarning yarmini yashirincha olib qolyapti. Natijada nima bo'ladi? Siz uyni chala qurishga majbur bo'lasiz yoki to'liq bitkazish uchun kimdandir qarz olasiz. Davlatning qo'rquvi 5 sababga tayanadi. Birinchidan, budjetda pul yetishmagach, davlat o'z xalqini boqish va infratuzilmani saqlash uchun majburan tashqi qarzga botadi. Bu esa kelajak avlod uchun og'ir yukdir. Ikkinchidan, bu yerda adolat tarozisi buziladi. Halol ishlab, o'z vaqtida soliq to'layotgan tadbirkor xarajatlarini soyada yashirgan raqobatchisi bilan narx borasida bellasha olmaydi va bozor tizimi ishdan chiqadi. Uchinchidan, davlat statistik ko'rko'rona holatiga tushib qoladi. Jamiyatda qancha odam real ishsiz, odamlarning daromadi aslida qancha ekanini bilmagan hukumat qorong'uda paypaslab yurgan odam kabi hech qachon to'g'ri islohot o'tkaza olmaydi. Eng achinarlisi esa ijtimoiy himoyasizlikdir. Bugun maoshni konvertda olib, soliqdan qochgan odamni ertaga mehnat bozori tan olmaydi. U kasal bo'lib qolsa yoki keksalik gashtini surish vaqti kelsa, davlat unga yordam berish uchun qonuniy asos topa olmaydi. Chunki u rasman ishlamagan. Nihoyat yashirin iqtisodiyot korrupsiyani oziqlantiruvchi asosiy manbadir. Qayerda qoidalarni chetlab o'tish odatga aylansa, u yerda qonun ustuvorligi o'ladi va butun tizim ichdan chiriy boshlaydi. Ba'zi iqtisodchilar yashirin iqtisodiyot bu inqiroz paytidagi bufer deb hisoblaydi. Hamma narsa tanazzulga yuz tutganda yashirin sektor odamlarni ishsizlikda saqlab qoladigan yagona joy bo'lib qoladi. Bu to'g'ri, lekin bu vaqtinchalik yostiq kelajakda butun tizimni o'zagini yeb qo'yayotganini unutmasligimiz kerak. Yashirin iqtisodiyotni yo'qotish bu uni taqiqlash yoki jazo choralari bilan bosim o'tkazish degani emas. Aksincha, soyadagi odamga qonuniy ishlash qulayroq va foydaliroq bo'lgan muhitni yaratish san'atidir. Eng avvalo soliq yukini optimallashtirish va soliq ma'muriyatchiligini soddalashtirish kerak. Qachonki tadbirkor soliq to'lash uchun yuzlab hujjat to'ldirmasdan bir necha daqiqada mobil ilova orqali barchasini hal qilsa va to'lanayotgan soliqlar unga sifatli xizmat bo'lib qaytayotganini ko'rsa, u yashirinishni to'xtatadi. Bundan tashqari, iqtisodiyotni raqamlashtirish eng kuchli quroldir. Naqd pulsiz hisob-kitoblar ko'paygani sari soyaning maydoni qisqaradi. Biroq bu faqat majburiyat bilan emas, balki rag'batlantirish bilan bo'lishi lozim. Masalan, xaridor chek talab qilsa, unga cashback yoki rag'bat berish tizimi orqali xalqning o'zini nazoratchiga aylantirish juda samarali. Eng muhimi esa jamiyatda soliq to'lash bu majburiyat emas, balki shaxsiy erkinlik va kelajak uchun investitsiya degan tushunchani shakllantirishdir. Agar davlat korrupsiyani jilovlab, soliq tushumlari qayerga ketayotganini shaffof ko'rsatsa, odamlar o'z ixtiyori bilan yashirin iqtisodiyotdan chiqishadi. Chunki hech kim doimo yashirinib, xavotirda yashashni istamaydi. Odamlar xotirjamlik va qonuniy himoya bilan ishlashni xohlaydi. Xulosa shuki, yashirin iqtisodiyotni jazolash bilan emas, balki qonuniy yo'lni jozibador qilish orqali yengish mumkin. Biz bilan qoling, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang.